O'zbekistondan shuncha yo'l bosib ko'raman deb kelsam, mana odam chiqmayapti-da. Aytinglar chiqsin. Bitta ko'ray, mayli rasm olmayman. Bitta ko'ray xatabi. Bir orzuyim, bolalikdagi orzuyim amalga oshardi. Bitta ko'rsam bo'ldi dedi. Shoh aka chiqing endi. Shoh aka, chiqing. Xo'p. Dima. Ayt bitta chiqsin. Kim? Shohruxxon. Shoha. Buret. Hadi burum. Firuz. Ayt Shohruxxonga chiqsin. Shoha, biz Samarqanddan keldik shuncha yo'lga. Of. Ayt Shohruxxonga chiqsin endi. Vaqti yo'q ekan hozir. Ayt. Vaqti yo'q ekan men aytdim. Mehmonlar kelgan Samarqanddan dedim. Bu aka savol. Ko'z bo'lsam o'zim ko'raman. Ayt balki sen aytsang chiqar. Gap gaplashmayapman. Ayt Shohruxxonga chiqsin. Bo'lasan. Telefon qildim. Shoh. Qilyapman. Shuni yo'q deyapti. Uje sansirashga majburlayapsan. Shoh sansirashga majburlayapsan uje. Qani deb shuncha yo'ldan kelsamu sen bo'lsang chiqmayapsan. Baribir seni ko'raman, baribir seni ko'raman. Samarqandga borib, itday ishlab, birinchi qarzlarimni uzib, keyin pul to'plab seni oldiga kelaman. Javob. Meni kut va men kelaman.